Yaqinda Yaponiyadagi safarimizda komanda bilan bir 3 yoki 4 kunida butun yapon ekspertlar, ta'lim bo'yicha mutaxassislar bilan savol-javob qilayotganimda bizani tarjimon o'tirganida va vakillar o'zbekistonliklar qanday qilib aytsam ekan bu narsani, ya'ni 36 yildan beri ta'limda bo'lgan inson uchun juda ham bu emotsional jarayonida, ya'ni yig'lab yubordim. Ko'zlarim yoshlandi emas, yig'lab yubordim va chiqib ketdim. Hatto tarjimonimiz ham, yon-verimdagi vakillarimiz ham hayron qolishdi. Chunki hammada xavotir hislari sezildi. Men o'zim ham kutmagan edim. Chunki hali ham eslayman o'sha jarayonni. Chiqqandan keyin bir qo'llarimni, yuzlarimni yuvay yoki bir hojatxona bo'ladi. O'sha etajda qavat topa olmadim. Bu yoqqa bu yoqqa yurib, lekin asosiysi o'zimni emotsiyalarimni ushlab, jilovlab tura olmadim. Ya'ni salfetka qo'limda bor, mana shunday og'zimga tutib, qattiq ovoz chiqarib yig'laganda yig'ladim-da. Hatto hozir bu narsalarni aytsam, hozir ham yig'lashga tayyor. Endi savol, nimaga Nilufar Anvarovna Yaponiyada mazza qilib, universitet, bog'cha, maktablarni kuzatib, malaka oshirib yurganida bunaqa yig'lashi mumkin? Aynan 36 yildan beri ota-onalarimga, 36 yildan beri o'quvchilarimga, yon-verimdagi xodimlarimga, komandamga etolmayotgan his-tuyg'ularni, etolmayotgan fikrlarni, etolmayotgan ilmni, bilimni, ta'limni, tarbiyani, xarakterni men aynan yaponlarda ko'rdim. To'g'ri aytishlari mumkin, bir haftada Yaponiyani to'liq o'rganib bo'lmaydi, hech qanday millatni, hech qanday davlat o'rganib bo'lmaydi. Lekin bir haftalik tasavvurimda va taassurot olishimda meni yaponlar yig'latishdi. Chunki bulardagi mas'uliyat, bulardagi intizom, bulardagi pozitivlik meni lol qoldirdi. Men bir narsa aytaman, biz PDP universiteti asoschisi rahbar Odilbek bilan ham ketma-ket savol beryapmiz, hayron qolib. O'qituvchilar soat 8 da dars boshlanadi dedi. Keyin soat 7:30da kelishadi. Soat 5 da tugaydi darslari. Lekin soat 7:30, 8larda ketishadi. Sizlar chunki qo'shimcha endi KPI da pul to'laysizlar desa, yo'q, biz pul to'lamaymiz. Qolgan soatiga va voqlik kelgan pul to'lamaysizlarmi? Yo'q. Qiziq. Bo'lmasa nima uchun bunaqangi ko'p ta'lim uchun vaqtni ajratib ishlashadi desak, bu mas'uliyat bo'lsa kerak dedi. Birdaniga Odilbek ikkalamiz yaponlarga bu mas'uliyat qayerdan olinadi? Qanday bu xalqda bunchalik mas'uliyat rivojlangan, odatga aylangan, tarbiyaga kirgan desak, boshini mana shunday ushlab turib bilmasam dedi-da. Men 36 yildan beri, agar 15 yildan beri, 16 yildan beri biznesda bo'lsam, 36 yildan beri ta'limdaman. Jon-jahdim bilan kurashib, 16 yildan beri tadbirkor sifatida menga juda og'ir bo'ldi, chunki yuzlab odamlar bilan ishlaganman. Flagmanga o'xshab bayroq ko'targanda, kelinglar xalqimizga, kelinglar millatimizga buni qilamiz, uni qilamiz degan bir shijoat bilan yurganimda, aynan men har doim xalqimizda, atrofimdagilarda mas'uliyatni, ota-ona mas'uliyatini, farzandiga bo'lgan tarbiyasida, o'quvchilar yoshlarida vatan uchun bo'lgan mas'uliyatni, xodimlarda xalqni bolasini o'qitishdagi mas'uliyatni har doim xohlab kelganman-da. Shuning uchun men to'xtamasdan yig'lardim. Menga oson bo'lmadi o'zimni yupatib yana o'sha suhbatga kirishga. Chunki men haqiqatda bu mas'uliyatni xohladim, o'zbeklardagi mas'uliyatni. Aynan meni savolim juda ham dinga taqalmas edi, lekin bu safar taqaldi. Bizning muqaddas kitobimizda yolg'on gapirmaslik, muqaddas kitobimizda yaxshilik qilishlik, qanchalik bo'lmasin xizmat qilishlik, to'g'ri so'zlik, kibrlanmaslik deb shuncha bizga aytilsa-da, bu so'zlarga biz rioya qilmasak, lekin yaponlarda bu kitob bo'lmasa, bular qanday qilib bu oqibat, bunchalik odat, tarbiyani qayerdan oldi ekan deb ham yig'imni bir sabablardan bittasi edi. Zenbek xususiy maktabini aynan qadriyatlardan birinchi o'rinda turishi o'zi axloq, odob, tarbiya va bu faqat qo'lini ko'ksiga qo'yib salom berishlikdan yoki ustoz kelsa faqat o'rnidan turishlikdan emas, balki bu yerda juda ham chuqur kirish kerak. Ichki
tuyg'ular, fikrlash doirasi, bolalarni dunyoqarashi, bu uchun judayam ko'p kuch ketadi. Albatta biz ta'lim fidokorlari harakat qilamiz, ishlaymiz, ustimizda ishlaymiz, tizimlar yaratamiz, qoidalar yaratamiz, lekin menimcha buni ikkinchi, uchinchi avlod ko'rsa kerak deb o'ylayman. Chunki Zambiya xususiy maktabini o'zi yetarli emas. Xalqda tarbiyali, odobli, axloqli insonlarni yetishtirish, bu butun bir jamiyat, butun bir o'zbek xalqi, hammamiz bir yoqdan bosh chiqarishimiz kerak. Bu uchun albatta avvalambor farzandni dunyoga keltirgan ona, u bilan qo'shilgan holda ota ilmli bo'lishi kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Nima uchun farzand qayerdan keldi, qayerga ketadi, nima ish qilish kerak bu dunyoda, buni tafakkur qilib ko'rish kerak. Bundan tashqari butun bir mahalla-ko'y farzandlarga mas'uliyat bilan e'tiborli bo'lish kerak. Lekin agar faqatgina biz Zambiya xususiy maktabini o'zini aytadigan bo'lsak, men juda ham ko'p kitoblar olib keldim Yaponiyadan. Ularni hozir AI orqali tarjima qidirtiryapman. Ularni tizimini o'rganyapman. Chunki ba'zida shunaqa his-tuyg'ular kechdi menda. Shu yaponlar bilan ishlasamikin, Yaponiyada qolib ketaymikin dedim. Lekin xalqimizni, vatanimizni sevganim uchun albatta darrov o'zimga kelib oldim. Zambiya xususiy maktabi qanday yo'llar tutyapti deb savolga javob bermoqchi bo'lsak, albatta birinchi o'rinda men maktab lideri, maktab asoschisi, rahbar sifatida o'zimni video darslarimni qo'yaman. Qo'llanmalarimni yaratyapman hozir asta-sekin yozib. Chunki 500-600 nafar bolani nima deydi, yuzma-yuz gapirib, bunday qilgin, bunday qilgin degan emas, balki alohida intizom bilan, instruksiya bilan, tartib, ya'ni 1-sinflarga o'ziga xos, 5-sinflarga o'ziga xos, 11-sinflarga o'ziga xos bir yo'nalishlar asosida kiramiz. Lekin shunday savol bo'ladi, nega tarbiya deysiz, nimaga axloq, odob deysiz, ta'lim olish kerak deyishadi. Lekin men 52 yoshga kiribmanki, tushunib yetdim. O'zimni xususiy maktabimga yoki o'sha nima deydi, odamlar yaxshi ko'radigan so'z bor, millioner ayolga aylanishim yoki umuman hayotimda oilam, shaxsiy rivojlanishim, hamma joyda qanday qilib muvaffaqiyat qozondingiz deyishsa, bu savolga men faqat axloq bilan, odob bilan, tarbiya bilan va bu nima bu desa, meni qalbimni sog'lom bo'lishligi harakatlarim bilan, xarakterim bilan, insonlarga bo'lgan munosabatim bilan. Shuning uchun bolalarimizni ota-onalar hozir 10 ta ota-onadan, 10 nafar ota-onadan 5-6 nafar 100% institutga kirdimi deyshadi-da. Oliy ta'limga kirishdimi deyshadi. Mana shu kulgili, bu trend savol emas. Hozir oliygohlar, xususiy oliygohlar ham ayniqsa IELTS dan 3-4 oyda olgan 5-5,5-6 bilan student qilib qabul qilish qiyin emas-da. Bu trenddagi savol emas. Men uchun agar ota-onalar 11-sinfni bitirib institutga kirdimi degan bo'lsa, men esa yo'q. 50, hatto deylik 60 yoshda ham yaxshi ham shu Zambiya xususiy maktabida o'qibman. Zambiya xususiy maktabi meni arxitektor, injener, vrach, doktor, uchuvchi qilib emas, balki dunyoga inson, ikki oyoqli haqiqiy inson qilib yetishtiribdi. Alhamdulillah desa, bu maktabni bekorga ochmagan ekanman deb shukr qilaman. Bir 20 yillik orqaga tarixga qaytamiz. Yangi o'qituvchi bo'lishga kirganimda har doim ota-onalarga aytardim, ota-onalarga emas, o'quvchilarga ham aytardim, "Hoy, erkaklar, agar yaxshi o'g'il bolalar, yaxshi sizlar o'qimasanglar, ayolingni, oilangni, farzandingni boqolmaysan. Bitta pampers ham olib kelishga puling bo'lmaydi" derdim. Andan keyin yillar o'tgandan keyin qarab turib qizlarga aytdim. Fikrimga qo'shimcha, qizlar, yaxshi o'qishinglar kerak. Yaxshi o'qimasanglar, ertaga yaxshi erni topishni o'zi kam. Chunki mas'uliyat his qiladigan erkaklar soni ham kamaydi. Shuning uchun yaxshi o'qimasanglar, ertaga farzandinglarni ham bitta kitob olib bera olmaydigan darajada bo'lib qolasizlar dedim. Andan keyin yana bir vaqt o'tgandan keyin ota-onalarga aytdimki, aziz ota-onalar, farzandinglarni o'zini tarbiyalash kamlik qiladi. Ota-onalar aytishdi, nima uchun? Ota-ona sifatida bolamizni qancha bo'lmasin ta'lim, tarbiya berishida shijoat bilan harakat qilyapsiz, yo'q, bu kamlik qiladi.
sizlar albatta yon-veridagi o'rtoqlari va mahalladoshlari, sinfdoshlarga ahamiyat berishinglar kerak. Nimaga? Farzandingizni oppoq qilib tarbiyalaganingiz bilan uni sinfdoshi buzg'unchi bo'lsa, mahalladoshi, o'rtoqlari tarbiyasiz bo'lsa, xohlasangiz, xohlamasangiz farzandingizga yuqadi bu. Demak, har bir ota-ona ziyoli oilani egasi albatta farzandi kim bilan o'rtoq bo'lyapti, qaysi mahallada, sinfdoshlar kim, o'zidan voz kechgan holda yordam berish kerak atrofdagi bolalarni tarbiyalanishga. Endi savol, Nilufar Anvarova, yana fikringiz o'zgardimi yoki qo'shimcha qila olasizmi? Ha, qila olaman. Masalan, kichik bir bolamiz, bir 6 yoshli bolamiz, ota-onasi qo'li sindi, kameradan ko'rsak bo'ladimi, hech kim urmaganmikan dedi. Kameradan ko'rdik, bola o'zi aytib turibdi, yiqildim deb. Haqiqatda 3 zinaga chiqadi, tushadi va yiqilib tushyapti. Yiqilib tushganda shu o'ng qo'liga bosilib, qo'li sinadi. Hayron qoladigan daraja nimaki, bola yiqilgandan keyin deb yig'lab yoki administratsiyaga kelib yoki o'qituvchiga ayta olmagan, shu yerim og'riyapti deb. Mana, tarbiyani bir muhiti ingliz tilini o'rgatasiz, matematika, SAT nimalarni oldirasiz, mayli, men qarshi emasman. Lekin bola o'zini oddiy fikrini ayta olmasa, hatto qo'li og'rib singan qo'li bilan agar ota-onagacha yetib borguncha o'qituvchi ustozlariga ayta olmasa, bu fojia men uchun. Chunki oddiy paxtakor bo'lsin, oddiy bog'bon bo'lsin, lekin o'zini fikrini ayta oladigan farzandlarni tarbiyalashimiz kerak. Ikkinchisi, bir Turkiyadan oila kelib farzandini bizga bolasini berdi. Bizani o'zimizni yangi kelgan yozdagi bolalar xafa qilishgan. Sen undaysan, sen xunuvsan, sen bundaysan. Bilasiz nima deb aytdim ota-onaga? Xohlaysizmi, men ota-onalar bilan bolalarni hammasini jamlab shunday qilaman, 11-sinfgacha bolangizga hech kim tegmaydi. Hech kim xunuk demaydi. Lekin sizda kafolat bormi? Bolangiz 11-sinf bitirib ketgandan keyin universitetga kirsa yoki mahalladosh o'rtoqlari yoki kasbdoshlari yoki ayoli hech kim o'g'lingizni xafa qilmaydi degan kafolat bormi dedim. Yo'q dedi. Demak, hozirgi ota-onalarga beradigan maslahatim nima? Hozirgi ota-onalar farzandlarini har qanday jarayonda adaptatsiya qila olishni o'rgatishimiz kerak. Har qanday muammo kelsa, muammoda yig'lab, chaqimchilik qilib emas, balki muammoni yechimini topa olishlik darajada lider bo'lish kerak. Har qanday auditoriyaga kirsa, jamoaga kirsa, o'rtoqlar davrasiga kirsa, u yerda o'zini qanaqangi bo'lmasa, mana turk oilasiga aytgan, ota-onaga aytgan maslahatimda, o'zini shunchalik darajaga qo'yish kerakki, hech kim yoniga kelib, qattiq xafa qilib, endi xunuk bo'lsam aytaman, urotsan debdi. Shunaqangi bir go'zal, chiroyli kelishgan bolachani shunaqa deyishgan. Odamlar har xil bo'ladi-ya. Odamlar negativ bo'ladi yoki fikri juda ham zaif bo'ladi, ilmsiz bo'lishi mumkin. Agar har bir inson bilan biz kurashsak, qiynalamiz. Shuning uchun bolalarni hozir tarbiya qilishda adaptatsiya, qanaqangi bo'lmasin pozitivlik, hamma narsani yaxshilikka yo'yish, tez do'st bo'lib ketish, xafa bo'lsa tezda xafalikdan chiqa olish, muammo bo'lsa muammoni yecha oladigan darajada bolani tarbiyalashga. Bu uchun albatta yosh kattalar o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Lekin ko'chalarda ko'rsak, haydovchilar bir-biri bilan urushib ketadi, bozorchilar bir-biri bilan urushib ketadi, qaynona kelinlar bir-biri bilan urushib ketadi. Bunday jamiyatda voyaga yetayotgan yoshlar albatta ota-onalarni kopiya qiladi-da, taqlid qilishadi. Shuning uchun men faqat va faqat hozirgi tajribamga suyangan holda bolani har bir jarayondan yutib chiqib ketishlikni, yutish ham adolatli, halol, chiroyli chiqib ketishlikni o'rgatishimiz kerak. Har dam ota-onalar kelsa, nimaga ixtisoslashgansizlar deyshadi. Yaxshi, biz ingliz tili bilan matematikaga ixtisoslashganmiz, rus maktabimiz.
ko'nglingiz xotirjammi? Ha, xotirjam. Lekin endi mani o'zimni fikrimni eshitmoqchimisiz? Ha. Agar biz ingliz tili bilan matematikaga ixtisoslashganmiz desak, tarixni o'rgatmaymiz, yaxshi o'rgatmaymiz degani emas bu. Yoki o'zimizni tilimizdan uzoqdamiz deyish noto'g'ri bu. Yoki biologiya, ximiya, tabiiy fanlarni umuman o'qimaymiz degani emas bu. To'g'ri, hozir bu biznes modelida, ya'ni bitta nishani olinglar, bitta yo'nalishda yo'q. Bizani Zambi jamoasini, xususiy maktab jamoasi qo'lidan kelgancha hamma fanga bir yoqdan bosh chiqaramiz. To'g'ri, ingliz tili, rus tili, matematika soatlarini ko'paytirganmiz, lekin biz hamma fanga befarq emasmiz. Yana ota-onalar so'raydi, siz nimadan zo'rsiz? Men aytaman, men sizga 100% kafolat beramanki, butun O'zbekistonda emas, butun Andijonda emas. Butun bir dunyoni oling, dunyoda eng zo'r maktab mana shu deng noto'g'ri fikr. Eng zo'r maktab bo'lmaydi. Ya'ni biron bir yo'nalishdan kuchli maktab deyiladi. Bitta maktabda o'zi hamma yo'nalishdan zo'r bo'la olmaydi. Bu oson emas. Xuddi insonni o'zi hamma narsadan qobiliyatli, idrokli, kuchli deya olmaymiz. Har bir liderni ham nimadandir kuchi bo'ladi. Hamma joydan kuchli bo'la olmaymiz. Xo'p, Zambiya xususiy maktabi nima bilan kuchli deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda men aytaman, biz muhit sotamiz. Muhit sotamiz. Muhit bu juda ham bir kuchli tomonimiz. Ya'ni birinchi o'rinda qanday muhit? Ha, bu maktabning asoschisini o'zi, men Nilufar Anvarni ya'ni maqtanish uchun emas, ishontirish uchun aytyapman ota-onalar. 36 yillik ta'limdaman. 16 yildan beri biznesda tadbirkorman. Juda ko'p jarayonlarni boshimdan kechirganman va 28 yildan beri psixologiyani o'rganaman. Mana shu butun bir bilimimni jamlagan holda jamoamga va o'quvchilarga, bundan tashqari ota-onalarga ham beraman. Bu muhit shunaqangi muhitki, bizni har bir darslarimiz, har bir suhbatlarimiz, hatto yeyotgan ovqatlarimiz, hatto ota-onalar majlisi, hatto olib chiqayotgan sayohatlarimizgacha maqsadli, ya'ni muhit bilan bog'langan, kiyimimizgacha, rangimizgacha, ya'ni butun bir qilayotgan mayda ishlar, prezentatsiyalarimiz deydi, debatlar deymizmi, spiker qilib mehmonlarni chaqirishimiz deymizmi, yoki shunday ko'chadan o'tib ketayotganimda ham shunday qo'lidan ushlab biron bir o'quvchiga, yoshga gapirayotgan gapimgacha butun bir jihozlab, butun bir mana bu maktabni yasatgan, jihozlagan jarayonimizgacha bizda muhit shakllangan. Biz 8 yildan beri xalqqa xizmat qilyapmiz va buni isboti har doim maktabga yangi kelgan ota-onani bilan gaplashaman, bolasini olib kelgan ota-ona bilan. Nimaga aynan bizani maktab desam, biz ijtimoiy tarmoqda juda ham faolmiz demayman, chunki bizani segment, premium klass segmentda ota-onalar, bizni ota-onalar minglab xalqni rizqi kelishiga sababchi bo'lib, biznes egalari, davlat ishida ishlaydiganlar ertalabdan kechgacha band, unaqangi ijtimoiy tarmoqda ko'p o'tirishmaydi. Shuning uchun ota-onalardan so'raganimda, nimaga aynan bizani maktab desam, 99% amakim, tanishim, ish joyim, rahbarim, ishchim, haydovchim farqi yo'q, qishloqdoshim deb ham, ya'ni bolasini olib kelgan 5, 6, 10 nafar tanishlarimiz bolalari o'zgaryapti. Bolalar o'zgargani, uyalchang edi, qo'rqoq edi, hayajonlanib gapira olmas edi, fikrini bemalol ayta olmas edi. Bolalar sizni maktabingizda boshqacha bo'lyapti desa, alhamdulillah deyman. Chunki meni hatto oltin medal olgan rahmatli o'quvchimiz xursand qilmadi oltin medal bilan. Lekin shu bola qo'lida mikrofon ushlab, fikrini toza, ravon, hatto o'qituvchilar gapira olmaydigan darajada gapirdi. Lol qoldim. Alhamdulillah, shunday o'quvchini biz jamiyatga yetishtiribmiz deb xursand bo'ldim. Shuning uchun biz albatta birinchi o'rinda muhitni sotamiz, butun jamoa bilan tuzgan muhitimiz va ikkinchisi ingliz tilida networking deyishadi. Hozir biznes egalariga juda yoqadi bu narsa. Qayerda bo'lmasin, biznes egalari birgalikda tanishib bir-biri bilan ilm ulashadi. Bizani o'quvchilarni aksariyati ota-onalari liderlarda.
ko'p pul topgan boy vacha deb aytayotgan xalqimiz ba'zi vaqtda yaxshi ko'rmaydi. Boylar, lekin boylar kim? Boylar bu ko'p mehnat qilganlar. Boylar kim? O'zidan voz kechganlar. Boylar kim? Insoniyatga avvalambor hadisda amallari boshi niyatdadir deydi-ku. Ya'ni yaxshilik tilab qadam bosganlar. Boylar kim? Bular o'zini foydasini, o'zini rohatini, manfaatini o'ylamasdan o'zbekka xizmat qilaman deb niyat qo'yib qadam bosganlar o'sha uchun boy. Alloh rizqni hammaga ham beravermaydi. Ana shunday boylarni bizani qimmat to'lov qila oladigan maktabimizga farzandini olib kelganlar ham, albatta farzandlar ham mana shunday boy yoki shunday lider, shunday kuchli bir rahbarlarni farzandlari. Va bu o'quvchilar albatta o'sha ota-onasidan olib kelayotgan tarbiya bilan ta'limni bizaga maktabga olib kelganda jamlanadimi? Jamlanganda mana shu juda katta networking. Bular bir-biri bilan chambarchas bog'lanib, tarbiya bo'lib yetishayotganda yanada kuchli lider bo'ladi. Shunday ota-onalar bor, aytishadiki, mayli 3 ga o'qisa ham bolam, lekin mana shu liderlarni bolasi o'qiydigan joyda mani bolam o'qisin, chunki tafakkur qilib tushunishadi. Ota-onalar. Xo'p, sun'iy intellekt bo'yicha bildiradigan fikrlarim bor. Sun'iy intellekt, ya'ni hozirda ota-onalar hali ham chuqur o'ylashmayapti-da farzandini kasbi bo'yicha. Lekin Allohga shukr, biz to'g'ri yo'lda ekanmiz dedim, chunki soft skills bo'yicha, ya'ni yumshoq ko'nikmalar bo'yicha maktab ochilgandan beri qattiq ishlayapti. 2018-yilda, ya'ni o'quv markazi emas, faqat maktab o'rta ta'limni yo'nalishini olgan bo'yicha ishlashimizni aytmoqchi bo'lsam, biz soft skill bo'yicha qattiq ishladik. Lekin soft skills yumshoq ko'nikmalar bo'lib turganda, hard skills bo'lmasa, qattiq ko'nikmalar deydimi, bunda ham loser, yutqizishadi odamlar. Lekin qizig'i shundaki, mana ota-onalarga kichik bir bashorat qilmoqchiman. Hozir shunaqa shiddat bilan zamon rivojlanyapti-yu, ya'ni 20-30 yil orqadamiz, 50 yil orqadamiz ba'zi rivojlanayotgan yoki rivojlangan davlatlarda demoqchi bo'lganim, 11-sinfni hozir 1-sinf bergan, 2-sinfda bergan bolalarni ham ota-onalar o'ylash kerak hozir. Bolam kim bo'ladi? Juda ko'p kasblar yo'q bo'lib ketadi. Hozir mana Xitoyda 10 kun bo'lib keldim, umuman bizga tarjimon kerak bo'lmadi. Ya'ni hammasi avtomat tarjimonlar bizga tarjimon qilib beryapti. Yaponiyada ham, ya'ni hatto doktorlarni, buxgalteriyani umuman gapirmasak bo'ladi, yuristlarni umuman gapirmasak bo'ladi, tarjimonlarni umuman gapirmasak bo'ladi. Ya'ni marketing bo'yicha mutaxassislarni umuman gapirmasak bo'ladi. Hamma shu narsalarni gapirgan holda kasblarni, o'qituvchilik kasbi ham yo'qolib ketadimikan deb o'ylayapman, chunki sun'iy intellekt berayotgan ilmni o'qituvchilar bera olmaydi. Nima ish qilishimiz kerak deganda, biz soft skills bo'yicha ham qattiq ishlashimiz kerak. To'g'ri, boshlang'ich sinflar uchun hozircha bu yopiq mavzu, lekin 5-sinfdan yuqorida o'quvchilar sun'iy intellekt bo'yicha o'qishsa kerak-ku deyapman. Hali maktablar ham juda ko'p soni yopilsa kerak yoki boshqa bir modelga aylantirib tashlamasa, biz albatta Zambiya xususiy maktabi 20 yillik strategiyasi bor. 5 yildan keyin bu maktabda 3000 ga yaqin bola o'qiydi. Qanday qilib 3000 nafar o'qiydi? Hozir 500 ga yaqin bola o'qisa desa, mana o'zimiz strategiyam bor, xudo xolasa 10 yildan keyin Zambiya xususiy maktab qanaqa bo'ladi? 20 yildan keyin O'zbekistonni chempion davlatlardan bo'lishiga sababchi bo'lgan maktab bo'ladi. Bu strategiyaga kiritilgan. Ya'ni men ozgina mavzudan tashqariga chiqdim. AI, ya'ni sun'iy intellekt juda ko'p kasblarni sindiradi. Agar sal qo'polroq aytsam, shuning uchun biz tezlikda o'ylashimiz kerak, nima ish qilamiz. Lekin kafolat bor, kasb bormi desa, yo'nalish bormi desa, men buni soft skills, ya'ni yumshoq ko'nikmalarga ega bo'lgan insonlar tirik qoladi. Agar yanada chuqur kiradigan bo'lsam, dinimiz orqali kiradigan bo'lsam, haqiqiy ikki oyoqli insonlar, haqiqiy odam xususiyatiga ega bo'lgan insonlar tirik qolsa kerak.
Nimaga? Chunki agar hamma joy AI bosib olsa, hatto tasavvur qiling, otelga keldingiz, resepsiyonda savol javob kim bilan qilasiz? Robot bilan qilasiz. Sizga ovqat dostavka, hozir bu oddiy hol, otellarda, kasalxonalarda robotlar ovqatni yetkazib berishyapti. Hamma joyda robotlarni ko'rganingizdan keyin nima bo'ladi? Odamni sog'inamiz. İnsanlar bilan muloqot qilishni sog'inamiz. Hozir insonlar to'xtatib qo'ygan muloqotni. Ana unda ikki insonni yoki ikki jamoani bir qila oladigan kuchli menejerlar kerak bo'ladi. Ya'ni bu yumshoq ko'nikmaga ega, gaplasha oladigan, energiya bera oladigan, ya'ni o'sha ikki oyoqli insonlar, odam xususiyatiga ega bo'lgan odamlar qimmatli kadrlar bo'ladi. Shuning uchun Zembi xususiy maktabi aynan mana shu yo'lda biz masalan nega IELTS, SAT yoki sertifikatlar sıfır, bu bizga tabiiy hol, biz olishimiz shart. Bu bilan men maqtana olmayman. Men IELTS olyapman deb maqtana olmayman. Bu shart. Biz ota-onalarga bir sertifikat olib berishimiz shart. Shuning uchun bu bilan reklama qila olmayman. Mani asosiy reklama emas, aynan ota-onalarga berayotgan so'zlarim, fikrlarim sizni farzandingizni jamiyatga haqiqiy inson bo'lib yetishib chiqishiga kafolat berishga biz harakat qilyapmiz. Muhit yaratyapmiz va ta'lim va tarbiya beryapmiz.